Assalomu alaykum ahli gruppa, aziz obunachilar. Mana bugun bitta videorolik qilaman. Mana shu iso tayyorlashni oldingi unda videorolikka aytgandim. O'shani natijasini men ko'rdim deb o'shanga mana videorolik qildim. Mana shu malinamiz to'liq mana shu pasiga 3 metr joyiga, mana aka 3 metr joyiga o'rgimchakkani tushuvdi. O'sha isodan sepuvdim. Mana aka hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana shu barik. Mana e'tibor berib qarasalaringiz, mana barikning orqasida qizil tochka o'rgimchak kanani shular. Heylaka joyiga qurib o'lib qolgan hammasi. Mana hozir yana barikdan olib men sizlarga mana to'liq o'rgimchakkani tushib ketgandi. O'sha isoni men tajriba sifatida sepib ko'rdim. Mana barikning orqasini e'tibor berib qaranglar. Eyla qizil tochka ana shular o'rgimchak kana. Mana shu o'rgimchak kanani o'sha iso joyiga quritib, kuydirib nasmert o'ldirar ekan. Mana shuni men tajribada sinab ko'rdim. Men bunga qancha qimmat dorilar olib kelib sepaman. Yo'q bo'ladi, yana 4-5 kundan keyin yana paydo bo'ladi. Mana buni sepuvdim, mana aka. Eyli ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Ana shu qora qizil tochkachalar o'sha o'rgimchak kana joyiga qurib, qovjirab nobud bo'lgan, hammasi o'lgan. O'shaning uchun men mana shuni sizlarga mana ko'rsatyapman. O'sha iso aralashmasidan xo'sh qancha sepuvdim? 10 litrga 100 gram qo'shdim. 25 litrga 250 gram iso tayyorlab qaynatmasidan qo'shib, o'shani men ishlatdim. Effektini mana ko'rsatdi. Juda ham effekti zo'r ekan. Mana aka. Ana shu o'rgimchak kana mana qurib qolgan. Agar o'rgimchak kana bo'lsa, mana shunday barmog'ingiz bilan bosib shunday qilsangiz qizil qoni chiqadi. Lekin bunda yo'q, joyida qurib qolgan. Mana men hozir bittalab shuni tekshirib, mana sizlarga o'sha isoni foydasini mana sizlarga men jonli mana video qilib isbotlab ko'rsatdim. U isodan yana keyin un shudring kasalligi. Mana bu yerda xo'sh hozir ko'rsataman. Mana bu yerda qulupnayimizni ozroq joyiga un shudring kasalligi tushuvdi. Soxta un shudring. Mana yuvib chiquvdim iso bilan. Mana aka toza bo'pti. Mana bitta yarim mana qolganini ham mana bu hozir sizlarga ko'rsatyapman. O'sha chang emas. Bu un shudringni bunday qilsangiz mana chang bo'lib uchib ketishi kerak. Uchmagan, mana o'sha joyida mana qotib qolgan. Joyiga qotirgan mana aka. Mana shu iso mana sizlarga video roligi bilan, isboti bilan mana ko'rsatdim. Juda ham un shudring bilan o'rgimchak kanani bittada olar ekan. Mana shu iso qaynatmasi. Sizlarga ham o'shani tavsiya qilaman. Qimmatiga ximikat zaharni olib mana un shudringga misol topas sepamiz, topas qotirib qo'yadi o'simlikda. O'sishdan to'xtatib qo'yadi. Unga keyin Novosel qo'shib sepishimiz kerak. Bo'shatish uchun yo Kemiralux qo'shib sepish kerak. Ular qimmat. Mana bu iso qaynatmasi juda arzonga tushadi. Effekti juda zo'r ekan. Mana bu isbotdan, mana tajribadan o'tdi. O'shaning uchun men mana shuni iso qaynatmasini sizlarga tavsiya qilaman. Endi iso qaynatmasini tayyorlash jarayoniga bog'liq. Dozasini qo'shish anosi men 10 litrga xo'sh 1,5 kilo so'ndirilmagan ohak qo'shdim. 3 kilo oltin gugurt qo'shib qaynatib tayyor rastvorini olib, o'sha rastvorni
10 litr suvga 100 gram qo'shib ishlatdim. Ana shu mana effekti, mana shu malinani mana shu 3 metr joyini to'liq o'rgimchakkani tushib yeb qo'yuvdi. Mana Xudoga ming qalla shukr, shundan qutuldim. Hammasi joyiga qurib qolgan. Keyin mana bu bargga hidi qolar ekan. Isoni hidi qolar ekan, o'shani uchun qaytib o'rgimchakkani kelib yopishmas ekan. Buni hidi vertemeg, misol boshqa dorilarda hidi 3 kunda uchib ketsa, buni mana 5-6 kun bo'lyapti. Hali beri bargda hidi turibdi. O'shaning uchun shundan foydalanishlaringizni men tavsiya qilaman. Men tajribadan o'tdi. Juda ham effekti zo'r ekan.